Bilasanmi? Oramizda hech narsa bo'lolmaydi. Nega ekan? Chunki kuzda kollejga ketaman. To'radan keyin, shundaymi? Baribir tushunmadim. Bu super ahmoqona eshitilishi mumkin, lekin mening do'stim uyning ro'parasida yashaydigan super aqlli qiz haqida aytib bergandi. Keyin seni platformada ko'rib, vau dedim. O'yladimki, salomlashsammikin dedim. Sen boradigan hamma joyga boraman. Xo'sh, qayerga bormoqchisan? Garvardga. Zerkarli. 5 yoshimdan beri Garvardga borishni xohlayman, lekin o'zingchi kollejga ketyapsanmi? Shunday. Menimcha oramizda nimadir paydo bo'lyapti. Baribir uchrashuvga chiqmaymiz. Nega ekan? Chunki hayotimga kiritmoqchi bo'lgan insonlarim orasida yo'qsan. Menimcha xayrlashish vaqti keldi. Essiz. Au revoir. Bo'pti. Uchrashuvga taklif qilish fikridan hali ham qaytmagansan deb o'zim ham o'ylagandim. O'ylaganingdek. Meni onam harbiy hamshira edi. Dadang ham harbiymi? Uni ko'rmaganman. Ayni damda hayotimda juda ham muhim narsalar ko'p. Juda ham ko'p. Va bu juda rasvo. Biz ajoyib do'stlarga aylanyapmiz, sezyapsanmi? Barni seni majburladimi? Hech qayerga bormaysan, sevgi qamog'idasan. Bo'pti. Tinchlan. Buni ko'rishing kerak. Remi kollejga bormayaptimi? O'zingga bir qara, hozir kimsan? Umrida birinchi marta o'zi xohlagan ishni qilayotgan qizman. Kelajagimizni birga quramiz deb o'ylagandim. Ha, men ham. Ahmoqqa o'xshayapmanmi? Ha. Sen uni sevasan deb o'ylardim. Jin ursin. Seni sog'indim. Umuman xohlamasam-da seni deb eng muhim uchrashuvni bekor qilishga rozi edim. Ba'zida sen kutmagan insonning eng to'g'ri tanlov bo'lib chiqadi. O'zimiz uchun xursandman. Agar ota-onam ko'rib qolishsa, seni million bo'lakka bo'lishadi. Oxirgi yigitingga shunday bo'lganmidi? Haligacha ko'z oldimdan ketmaydi. Mana nima uchun o't yashil?